Selka qalay ekan? Selka yaxshi zo'r ekan, rahmat sizlarga. Biz ikkinchi bo'lim Chimyon nafosat fermer xo'jaligidamiz. 76 selkani zakaz qildik. Haftaga $25,000 berdik. 24 soatgacha yetkazib kelishdi. Akalarga rahmat. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar, GPSlar o'rnatib qo'yganmiz. Akalarimizga mana xudo xolasa selkalarni qo'yib chiqarib hozir yo'lga chiqaryapmiz. Telefon nomerlarimiz shu. Traktorimizda GPSlar o'rnatib qo'ygan ekan, mana xudo xolasa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Bosh rollarda Murod akamiz o'zi ekan. Murod aka, xizmatlariga telefon raqamlarini aytib bering. 97lik 972 22 24. Shu telefonlarga murojaat qilaverasizlar. Ekishga, boshqasiga bo'lsa, xizmatlarda 24 soat ish vaqtida ishonaveradi.